Bu videoda biz internetdagi top 5 eng qo'rqinchli videolarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Ketdik. Bizda top 5-video ko'rishni boshlaymiz. Bu videoda aytishi bo'yicha, bu videoni ko'rgandan keyin orqaga qaramaslik kerak ekan. Ko'ramiz. Videoni ko'rishimizdan oldin hoziroq bitta like, bitta podpiska bosib qo'ying. Biz boshladik. Ishlamayapti. Arvoh ishi yopildi. Ishini ochdi yo'q. Orqasida bo'ladi. Oddiy hol. Bu videoga fikrim kompyuterning grafika, buni har doimgidek to'g'ri tanlov qilib, top 5-o'ringa qo'yibman. Keyingi navbat top 4-videoga. Bizda top 4-video, bu videoda aytilishi bo'yicha tashlandiq binoga kirib, Yaponiyada ruhni videoga olishgan. Ko'ramiz. Kirdi. Ko'rdilarmi? Ko'zini qaranglar buni. Yo'qib qoldi. Lekin sal shubhali-yu. Mayli, top 4ga qo'yamiz. Kommentariy yozib qoldiring. Bizda navbat 3-videoga. Ketdi. Bizda top 3-video. Самое жуткое произошло дальше. Вот, смотрите сами. Ko'ramiz. Cho'lib o'tirishni qaranglar. Bormi? Yo'qib qo'yganini ko'rdilarmi? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiring. Bizda keyingi video top 2. Xo'p, o'rtoqlar, ko'ryapsizlar. Sizlar uchun harakat qilib, zo'r kontent olishga, chiqarishga harakat qilyapman. Buning uchun bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Xo'p, o'rtoqlar, tasavvur qiling, agar mana shu videodan 100 ta like, 100 ta obunachi kelsa, qop-qorong'u tunda, tashlandiq binoda mana shunaqangi videoni olib, yangi video chiqadi. Shunaqa yo'nalishli videoni ko'rgisiz kelyapti. Hoziroq bitta like, bitta obuna bosing. Tez kunda shu videoni ko'rasiz. Rahmat, bemalol ko'rishlar mumkin davomini. Va nihoyat yetib keldik. Bizda top 2-video ko'rishni boshlaymiz. Bu videoda aytilishi bo'yicha bitta bloger tashlandiq uyga kirgan va appa-singil egizaklarda ko'rib qo'ygan. Ko'ramiz. Слышал странные звуки из комнаты, где у него хранилась криповая кукла. Зачем она ему вообще, я хз. Ko'zini qaranglar buni. В общем, он решил проверить, что за движ. И лучше бы он этого не делал. Kiryapti. Voy vazgi. Ketdi, uzmay aka. 1, 2, 3. Кукла оказалась черное нечто. U qo'g'irchoqmi yo haqiqiy odammi tushunmayapmanmi. Будто только что Orqasidan qarayapti. Парень, конечно, прифигел. За куклой Ishim g'alati bo'lib ketdi. черное И нечто вот отсюда с дикой вы. рожей Если и у с тебя Ko'zini qaranglar buni, chandig'ini qaranglar. только что вылезла с вечеринки духов. Парень, конечно, прифигел и Nima deb o'ylaysizlar? Bu haqiqatmi yoki yolg'onmi? Kommentariy yozib qoldiring. Men o'zim to'g'risi sal ishonmadim. Va nihoyat top 1-videoga yetib keldik. Boshladik. Bizda va nihoyat top 1-video. Bu videoda aytilishi bo'yicha bitta mashhur bloger qiz jonli efir qilib turgan paytda orqasidan oynadan arvoh qaragan. Ko'ringan to'g'rirog'i. Ko'ramiz. Nunca he sentido que me parezco a Dua Lipa, pero desde que me corté el cabello Arvoh qarab turibdi ko'z. menos a Dua Lipa. Y es que muchísima gente me dice que Shu qochdi. a Dua Lipa del 2018 más o menos que tiene como el cabello cortito. Некоторые в комментах пишут. Qaranglar, «Это yaxshilab ko'ringlar, обычная yaxshilab маска». ko'ringlar. Но вот Ko'zini загвоздка. qaranglar buni. Кажется, она моргает. И даже перемещает Ой, взгляд aka, в сторону g'alati девушки. даже Тогда, может быть, это Qochishini удачная qaranglar попытка buni. хрипануть? Или все-таки это нечто мистическое? To'g'risini ayting, qo'rqdingiz-a, sal bo'lsa ham. Fikringizni kommentariy yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysizlar? Men to'g'risi 50% ishondim. Mana shu iminni top 1-videoga 50% ishondim. Realniroq ko'rindi menga. O'zingizning fikrlaringizni yozinglar.
Xo'p, o'rtoqlar, va nihoyat bugungi videomiz shundan iborat edi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Harakat qilib video olyapman. Podдержка qilasiz deb o'ylayman. Sizga ishonaman. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.